Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bu 3-videomizda sizlarga Yandex Pro haqida qisqa qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Yandex Proga kirganimizda xuddi shunaqa holatga duch kelamiz. Ilovada hech qanday muammo bo'lmasa, liniya tugmasini bosamiz. Agarda programmada qandaydir muammo bo'lsa, tepada qizil bo'lib ko'rinib turadi. Undan keyin diagnostikaga yoki fotonazoratga kirib turib, o'sha muammoni hal qilishimiz kerak bo'ladi va undan keyin liniyani bosishimiz kerak bo'ladi. Liniyani bosganimizdan keyin tepada ko'rishingiz mumkin, ilova ishlashni boshladi va sizga buyurtma berishni boshlaydi. Agar buyurtmani olmasangiz, tepada ko'rishingiz mumkin, o'tkazib yuborish deb sizni ogohlantiryapti. Buyurtmani olmasangiz -4 balingizni olib tashlaymiz deyapti ustuvorligingizdan. Shuning uchun buyurtmani olmaydigan bo'lsangiz, liniyadan chiqishni bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Liniyadan chiqish qanday holatda bo'ladi? Chap qo'ldagi mana balizni bandda ko'rsatib turibdi, o'shani ustida bosib turib, liniyadan chiqish knopkasini bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi bir chekkadan ilovani ko'rib chiqishni boshlaymiz. Keling endi sizni prioritet bo'limi bilan tanishtirib o'taman. O'zimizda joyda qilib aytganda bal sistemasi. Chap qo'lda band degan joyda sizni balingizni ko'rsatib turadi. Har bitta haydovchining o'zining bali bo'ladi. Bu balingizni qancha tepaga ko'tarib olsangiz, sizga buyurtmani shuncha tezroq beradi va uzoqdagi buyurtmalarni kamdan kam beradi. Shunga iloji boricha haydovchilar balni ko'tarib olishga harakat qilishadi. Bu bo'limga kirgandan keyin ko'rishingiz mumkin, nimalar uchun sizga bal berilishini va yana nima qilsangiz bal qo'shilishini. Birinchisi, avtomobilingizni yiliga qarab bal qo'shib beradi. Avtomobilingiz yili 2023 dan tepada bo'lsa, uning uchun 15 ball qo'shib beradi. Ikkinchisi, mashinangizda brend nakleyka bo'lsa, u uchun qo'shimcha ball qo'shib beradi. Uchinchisi, litsenziya olsangiz, litsenziya kartochkangiz bo'lsa, unga ball qo'shib beradi. Va pastda ko'rishingiz mumkin, galochka qilib sizga nimalar uchun ball berilganini ko'rsatib qo'yilgan. Va qabul qilingan buyurtmalarga kiramiz. Bunga alohida e'tibor berasiz. Har bitta bajargan buyurtmangiz uchun 1 ball qo'shib beradi. Buyurtma kelganda olmasangiz -4 balingizni olib tashlaydi. Buyurtmani 3,5 kilometrgacha olishingiz kerak. 3,5 dan tepasini o'tkazib olsangiz bo'laveradi. Agarda buyurtmani olgandan keyin o'zingiz bekor qolsangiz, u uchun 7 balldan olib tashlaydi. Shuning uchun iloji boricha buyurtmani o'tkazib olmasdan va olgandan keyin bekor qilmasdan bajarishga harakat qiling. Endi rating bo'limiga kiramiz. Rating mijozlarni qo'ygan bahoslar shakllanadi. Mashinangizni toza olib yurib, mijozlarga yaxshi muomala qilsangiz, mijozlar sizga yaxshi baho qo'ysa, reytingingiz ko'tariladi va buyurtmalar berishi soni sizda ortadi. Endi ekspert bo'limiga kiramiz. Ekspert qachon olasiz? Yandexda to'liq 300 kun ishlasangiz, sizga ekspert darajasini beradi. 200 kun Yandexda to'liq ishlasangiz professional beradi. Agarda 100 kun to'liq ishlasangiz tajribali haydovchi beradi. Hammasini ustiga bosib o'qib chiqsangiz, nimalarga ball beriladi, nima qilsangiz ballni olib tashlanadi, hammasini tushuntirib qo'yilgan sizga. Hammasini vaqtingiz bo'lganda o'qib chiqishingiz mumkin. Ball sistemasi sizga tushunarli deb umid qilaman. Endi ko'rishingiz mumkin, pastda pullar degan bo'limi bor. Pullar degan bo'limini bossangiz, sizning daromadlaringizni ko'rsatib turadi. Qaysi kunda necha pul ishlaganingiz va balansingizda qancha pul borligini. Hisob balansingizda doim pul bo'lishi kerak, chunki Yandexga buyurtma bergani uchun komissiya olish kerak. Komissiya olish uchun mana balansingizga pul tushirib yurishingiz kerak bo'ladi. Agar bu balansda pulingiz ko'payib ketsa, biz orqali programmamiz bor, Detox S degan, o'sha program orqali yechib olsangiz bo'ladi, kartangizni kirgizib. Karta bilan to'langan pullar yoki Yandex tomonlama qanaqadir bonuslar bersa, hammasi mana shu hisob balansingizga tushadi. Balansingizni to'ldiradigan bo'lsangiz, bizning ofisimizga kelib yoki Paynet ilovasi orqali yoki Paynet bankomatlardan tushirsangiz bo'ladi. Va albatta sizda savol tug'iladi, qanday qilib balansimni to'ldiraman и позивnoyimni qayerdan olsam bo'ladi degan. Hisob balansingiz ustiga bosasiz. Hisob balansi ichiga kirganingizdan keyin sizda barcha zakazdan tushgan summalar, karta bilan tushgan summalar, qandaydir bonuslar tushgan bo'lsa, hammasi ko'rinib turadi va qancha komissiya olganini ham o'sha yerdan ko'rib olsangiz bo'ladi. Yandex и Taxipar komissiyasini. Hisob to'ldirishni bosganingizda esa qayerdan pul tushirishingiz mumkinligini tushuntirib qo'yilgan. Pastda ko'rishingiz mumkin, to'lov tizimidagi identifikator degani bu sizning pozivnoyingiz. Shu pozivnoy nomeringiz orqali bankomatdan yoki Paynetdan pul tushirib olsangiz bo'ladi. Endi xabarlar bo'limiga kiramiz. Xabarlar bo'limida qanaqadir bonuslar berilsa, Yandex tomonlama yoki ogohlantirish yoki yangiliklar kelsa, hammasi mana shu yerda ko'rinadi. Va Yandex Taxipar tomonidan ham sizga xabar kelishi mumkin. Qandaydir yangilik bo'lsa yoki ogohlantirish bo'lsa. Va tepada birinchida turgan yordam xizmatiga